Ilhom, shuncha ovqatni yeb tashlashdi-ya. Siz bularni reklamada ko'rmagansiz. Oka, Nazarbekda naq degan joyi shodmi? Mashid. Sanadiga joy bor-ku. Ramazonda polni osh bosgan joyimiz mana shu bo'ladi. Oshpaz Ibrohim taniysanmi? Shu oshi zuru voqlik tugab qo'yishing yomon-da. Endi 23:00 gacha kelaverasizlar. O, zo'r bo'pti-ya. Lekin to'g'risini aytsam, Ramazonda maza qilib boshlaganman. Halimi bilan mochkichilasi voобще gap yo'q. Yo'q, Halim ham katta. Halim ham mochkichida ham 24 soat qaynaydi. Oshpazni mehri berilgan. Qaragin, qazilari ham qalingina. Xullas kelsang, maza qilasan. Ol. Gap yo'q. Men Nazarbekda faqat balu bor deb yuribman. Ibrohim aka, otangizga rahmat. Nima? Mochkichlar faqat Yunusobodda bor deb o'ylaysizmi, boyvachcha? Kelaverasizlar. Sanada endi kechqurun 23:00 gacha. Oshab, mochkichlar ham, lag'mon ham, qo'rma lag'mon ham. Halim ham bor. Eng muhimi sifatiga javob berishadi. Halollik birinchi o'rinda. Kelaverasizlar. Ibrohim aka xizmatda. Menga qarab, uyga ham ozgina ovolaylik.